Ro'za o'zi dinimizda ham, tibbiyotda ham uni foydalari isbotlangan allaqachon. Uni foydalariga keladigan bo'lsak, eng birinchi o'rinda endi dietolog bo'lganligim uchun asosan ozish bo'yicha e'tibor beradigan bo'lsak, sog'lom o'sha yog'larimizni eritishda yordam beradi. Chunki sababi bizda energiya kirmayapti. Natijada tanamiz energiyani o'sha zaxira yog'larimizdan olishni boshlaydi. Buni hisobiga insulin gormonimiz pasayib, aynan insulin gormoni bu yog' yig'uvchi gormon hisoblanadi. Aynan bu ham pasayib, ortiqcha vazn bilan qiynalayotganlar ham ro'za tutib amallarni bajarib, ham sog'lom ostida bo'ladi. Bu ro'zani birinchi foydasi edi. Ikkinchisi esa ro'za tanadagi yallig'lanishlarni ketkizishda yordam beradi. Tanamizda yallig'lanishlar qanchalik past bo'ladigan bo'lsa, bizda yurak qon tomir kasalliklari xavfi shuncha pasayib boradi. Ya'ni yurak qon tomir kasalliklaridan ham bizani himoya qiladi bu ro'za. Va eng asosiysi, biz ro'za tutganimizda tanamizda avtofagiya holati yoqiladi. Bu nima desangiz agar, bu bizani tanamizda o'zi inson tanasida kerak emas hujayralar bo'ladi. Masalan, o'sha rak hujayralari bo'ladi-ku, kerak emas hujayralarni parchalanish jarayoni avtofagiya hisoblanadi. U hujayralar, o'sha kerak emas hujayralar parchalanib, yangi hujayralar hosil bo'ladi. Bizani tanamizda bu avtofagiya holati hisoblanadi va biz ko'rib turibmizki, hattoki shunaqa o'simta kasalliklarini xavfini pasaytirishda ham yordam beradi bizani ro'za tutishimiz.